Ushbu rolikni oxirigacha ko'ring, chunki bugun men sizga shunday ma'lumot aytaman, uni bilmaslik sizni umrbod pensiyadan mahrum qilishi mumkin. O'zbekiston pensiya jamg'armasi tomonidan rasmiy tekshirishlar allaqachon boshlandi va aynan vazir minglab pensionerlarning to'lovlari to'xtatish xavfi ostida. Men Rustam Nuriddinov, pensionerlar huquqini himoya qiluvchi yurist va advokatman. 30 yildan ortiq amaliyotim davomida men yuzlab oilalarning pensiyasini saqlab qoldim, ularning huquqlarini tiklab berdim. Va bugun men sizga ochiq aytaman, davlat rasmiy ravishda qora ro'yxat shaklantirdi. Bu ro'yxatga kimlar tushadi? Nima uchun oddiy odamlar bilmasdan o'z pensiyasini yo'qotyapti? Va eng muhimi, bundan qanday himoyalanish mumkin? Bularning barchasini men sizga bugun batafsil tushuntiraman. Shuning uchun diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Har bir so'zim sizning pulingizni saqlab qoladi. O'zingiz ko'ring, yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot har bir oilaga zarur. Boshlaymiz. Aziz otaxonlar va onaxonlar, hurmatli vatandoshlar, men sizlarga bir savol bermoqchiman va bu savol yuragingizga tegadi. 30 yil, 40 yil, ba'zilar 50 yil tong sahardan kechki qorong'ugacha zavodlarda, dalalarda, maktablarda, kasalxonalarda ishladingiz. Qo'llaringizda qadoqlar paydo bo'ldi, bellaringiz egildi, ko'zlaringiz to'ldi, yaqinlaringizdan uzoqda bayramlarda ishda qoldingiz. Paxta terim mavsumida qishloq yurdingiz. Sovuq qishlarda korxonalarda navbatchilik qildingiz. Yozning jazirama issigida bug'doy urdingiz. Bularning barchasini nima uchun qildingiz? Farzandlaringiz uchun, vatan uchun va bir kun bo'lsin tinch yashash uchun. Va endi pensiya yoshiga yetib, zaslujeniy dam olish vaqtingizda davlat xato topdim deb pulingizni to'xtatishi mumkinmi? Afsuski va bu faqat nazariy xavf emas, bu real hayot. Men var oyda o'nlab fuqarolar bilan uchrashaman. Ular ko'z yoshlari bilan menga aytadi, Rustam aka, pensiyam to'xtab qoldi, nima qilaman? Va ko'pchilik holatda sabab ularning o'zi hech narsa qilmagan. Shunchaki hujjatlarda bir harf xato yozilgan. Shunchaki xorijda yashayotgan o'g'linikiga 3 oy borib qaytgan. Shunchaki yordamchi ish qilgan. Ana shu oddiy sabablar pensiyadan umrbod mahrum qilishi mumkin. Izohlarga yozing, necha yil ish stajingiz bor? Qaysi kasbda ishladingiz? Birinchi pensiyangiz qancha edi? Biz hammangizni eshitamiz va yordam beramiz. To'xtang bir daqiqa. Ushbu rolikni kim yoshini, pensiya masalalarini yoki huquqlari buzilganini kuzatib yurgan bo'lsa, bu kanal sizning yuridik himoyachingiz. Biz bu yerda oddiy tilda, tushunarli tarzda har kun sizga zarur bo'lgan qonun ma'lumotlarini beramiz. Qonunni bilmaslik uni buzmaslikdan ozod qilmaydi degan gap bor. Biz buni boshqacha aytamiz. Qonunni bilmaslik sizning pulingizni yo'qotadi. Vazir kanal tugmasiga bosing va obuna bo'ling. Chunki ertaga yana yangi qonun o'zgarishlari e'lon qilinishi mumkin va faqat obunali tomoshabinlar buni birinchi bo'lib biladi. Biz pensionerlarning yonidamiz. Doim bepul maslahat, aniq ko'rsatmalar, real yordam, bularning barchasi shu kanalda. Obuna bo'ling, zangni yoqib qo'ying va do'stlaringizga ham ulashing. Birgalikda himoyalanamiz. Aziz do'stlar, keling bir lahza ortga qaytaylik. O'tmishda Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida pensiyaga chiqish ancha oddiyroq edi. Mehnat daftarchangizni olib bording, ariza yozding, bir oydan keyin pensiya tayinlandi, hujjatlar ko'p emasdi va hamma bir-birini tanigan mavallada yashaganligi uchun bu odam ishlagan deb guvohlik berish ham oson edi. Arxivlar tartibli, rahbarlar mas'uliyatli, tizim odamga xizmat qilgan. Ammo hozir nima bo'ldi? Raqamlashtirish davri keldi. Bu yaxshi narsa agar gamma narsa to'g'ri ishlasa. Lekin muammo shundaki, eski qog'oz hujjatlar elektron tizimga ko'chirilayotganda xatolar ko'p yuzaga chiqyapti. Bittagina harf farqi, masalan, Alisher o'rniga Ali yozilgan bo'lsa, tizim sizni boshqa odam deb qabul qiladi va pensiya to'xtaydi. Yoki staj tasdiqlovchi hujjat arxivda yo'qolgan bo'lsa, siz ishlamagansiz deb hisoblanadi. Yoki xorijda 6 oy yotgan bo'lsangiz, tizim sizni doimiy yashashga ketgan deb belgilashi mumkin. Bu bir-biridan ajratib bo'lmaydigan muammolar zanjiri. Va pensionerlar bu zanjirga tushmasliklari uchun nimani bilishi kerak? Vazir aytaman. Xush, rasmiy qora ro'yxat deganda nimani tushunish kerak? O'zbekiston pensiya jamg'armasi o'z faoliyatida pensiya to'lovlarini to'xtatish yoki qayta tekshirish uchun bir nechta aniq mezonlarni belgilagan. Bu mezonlar qonuniy asosga ega, lekin aynan ana shu jarayon
ko'pchilik pensionerlarni vayratga soladi. Keling toifalarni aniq ko'rib chiqaylik. Birinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oluvchilar. Bu erini yoki xotinini yo'qotgan, farzandlari vafot etgan kishilarga beriladigan nafaqa. Ammo agar ana shu kishilar yashirincha yana turmush qurgan bo'lsa yoki ishga kirgan bo'lsa va buni pensiya jamg'armasiga xabar qilmagan bo'lsa, nafaqa to'xtatiladi. Va bu faqat keyingi oydan to'xtatilishi emas, balki ortga qaytarish, undirish talabi qo'yilishi mumkin. Ya'ni siz olgan pullar ortga qaytarilishi talab etiladi. Bu odamlar uchun katta foja. Shuning uchun agar hayotingizda o'zgarish bo'lsa, yangi nikot, yangi ish, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar qiling. Ikkinchi toifa xorijga ko'chib ketganlar. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra doimiy yashashga chet elga ketgan fuqaro ma'lum toifadagi pensiya olish huquqini yo'qotadi. Ammo muammo shundaki, ko'pchilik men vaqtincha ketyapman deb o'ylaydi. 6 oy Rossiyada yoki Qozog'istonda yashaydi va tizim uni doimiy ko'chib ketgan deb belgilaydi. Xabar qilinmagan taqdirda pensiya to'xtatiladi. Yechim oddiy. Agar 6 oydan ortiq xorijda yashasangiz, avval pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, vaziyatingizni tushuntiring, hujjat rasmiylashtiring. Uchinchi toifa hujjatlardagi nomuvofiqlik. Bu eng keng tarqalgan muammo. Pasportda Muhammad deb yozilgan, mehnat daftarchasida Muhammad deb yozilgan. Bir var farqi. Tizim bu ikkita turli odam deb hisoblashi mumkin. Tug'ilgan sana bir raqami o'rniga Rim raqami bilan yozilgan. Ota ismi to'liq yozilmagan. Bularning barchasi pensiya to'xtatilishiga olib keladi. Endi yana ham jiddiyroq masala arxivlarda staj tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolishi. Bu holatda pensioner o'zi isbotlashi kerak bo'ladi, sud orqali yoki guvohlar orqali o'zining ishlaganligini. Bu uzoq va og'ir jarayon. To'rtinchi toifa nogironlik bo'yicha pensiya oluvchilar. Agar nogironlik guruhi vaqtida qayta tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya avtomatik to'xtatiladi. Har yili yoki har 2-3 yilda tibbiy komissiya o'tkazish shart. Agar siz kasalxonada yotgan bo'lsangiz, safarda bo'lsangiz yoki shunchaki bilmasdan o'tkazib yuborsangiz, to'lov to'xtaydi. Kim plyusda. Deping Jurex 6 yillik birinchi oyi holatiga O'zbekistonda 4,280,2500 nafar pensioner mavjud. Va davlat raqamlashtirish orqali pensiyalarni avtomatik tayinlashni amalga oshiryapti. Bu ko'plar uchun yaxshi yangilik. Endi alozida murojaat qilishga hojat yo'q. Tizim o'zi aniqlaydi. Lekin avtomatik tizim faqat ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odamlar uchun ishlaydi. Xato bor bo'lsa, tizim sizni o'tkazib yuborishi mumkin. Hozir men sizga yuristning checklistini beraman. 5 aniq qadam. Bularni bajarsangiz, pensiyangiz xavfsiz bo'ladi. Yozib oling. Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshirish, pasportingizni oling, mehnat daftarchangizni oling, tug'ilganlik guvohnomangizni oling, 3 hujjatni yonma-yon qo'ying va har bir harfni solishtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana barchasi aynan bir xil bo'lishi kerak. Agar bittagina farq ko'rsangiz, darrov fuqarolik holatlari aktlari davlat ro'yxatini yuritish organiga boring va tuzatish ariza bering. Bu oddiy jarayon. Ammo kechiktirmasdan keling. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasi ma'lumotlaringizni tekshirish. my.gov.uz saytiga yoki MyGov ilovasiga kiring. O'zingizning pensiya hisob varaqangizni oching, nafaqa miqdori, tayinlangan sana va holatni ko'ring. Agar biror narsa noto'g'ri ko'rinsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Pasport va mehnat daftarchangizni olib boring. Uchinchi qadam arxivdagi staj hujjatlarini tasdiqlatish. Ishlagan korxonangiz yoki tashkilotingizdan rasmiy ma'lumotnoma oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qiling. Toshkentda markaziy davlat arxivi, viloyatlarda viloyat arxivlari bor. Ularda barcha korxonalarning mehnat hujjatlari saqlanadi. Ariza 2 nusxada yoziladi, biri o'zingizda qoladi. Javob muddati 30 kun. To'rtinchi qadam xorijda yashayotganlar uchun. Agar siz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa mamlakatda 6 oydan ortiq yashayotgan bo'lsangiz, O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga yozma xabarnoma yuboring. Buning uchun vakolatli vakilingiz orqali yoki elchixona orqali ariza beriladi. Ariza shaklini my.gov.uz saytidan yuklab olish mumkin. Agar bu qilinmasa, pensiyangiz to'xtatiladi va ortga undirish boshlanadi. 5-qadam pensiya jamg'armasidan kelgan xat va chaqiriqlarga darrov javob bering. Ko'pchilik xat va SMS xabarlarni e'tibor bermay o'tkazib yuboradi. Ammo bugun pensiya jamg'armasi mobil aloqa vositasiga SMS yuborish tizimini joriy etgan.
Agar sizga SMS kelsa, demak biror ma'lumot tasdiqlash kerak yoki hujjat taqdim etilishi shart. Buni kechiktirmasdan bajaring, aks holda to'lov to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, jamg'arma chaqiriqlariga borganda ariza ikki nusxada yozing, birini o'zingizda qoldiring, ikkinchisiga kirish tamg'asini oldiring. Bu surishtiruv boshlansa, himoya asosiy bo'ladi. Ana shu 5 qadam sizning himoyangiz. Ularni yodlab oling, farzandlaringizga, yaqinlaringizga ayting. Har bir pensioner buni bilishi shart. Aziz otaxonlar va onaxonlar, bugungi suhbatimizni yakunlar ekanmiz. Men sizlarga yana bir marta shuni ta'kidlamoqchiman. Sizning huquqlaringiz qonun bilan himoya qilingan va agar tizim xato qilsa, uni tuzatish mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash mumkin. Agar pensiya noto'g'ri to'xtatilgan bo'lsa, uni sud orqali qaytarish mumkin. Lekin bu jarayon oson emas. Va eng yaxshisi avvaldan tayyor bo'lish. Hozir bugun kechiktirmasdan hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Men 30 yil davomida ko'rgan narsam shu: davlat tizimi mukammal emas, arxivlar to'liq emas, xatolar bo'ladi, lekin huquqni bilgan odamni tizim urolmaydi. Huquqni bilgan odam o'z mulkini, o'z pensiyasini, o'z orzu umidlarini himoya qila oladi. Va men ana shu ishni har kuni, har rolikda sizlar uchun qilyapman. Biz pensionerlarning yonidamiz. Va misha va oxirida izollarga bitta savolga javob bering. Sizningcha 30-40 yil vijdonan ishlagan odam hech bo'lmaganda ozroq ham bo'lsa munosib pensiya olishga haqli emasmi? Bu adolatli emasmi? Yozing, men barchangizni o'qiyman. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, omon yuring, huquqlaringizni biling. Keyingi rolikda yana uchrashamiz. U yerda ham sizga juda muhim ma'lumot kutyapti. Xayr.